Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi bir yangilik haqida gaplashamiz. Bu ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz va ularning oila a'zolari uchun ayniqsa dolzarb. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Hukumatimiz hozirgina katta ahamiyatga ega bir hujjatni imzoladi va bu haqiqatan ham ko'pchilik kutgan yaxshi yangilik. Bu qanday yangilik? U kimlarga tegishli va eng muhimi, u sizning hayotingizda qanday o'zgarishlar yaratadi? Barchasini batafsil tushuntiraman. Iltimos, hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, shunda bu muhim ma'lumot ko'proq insonga yetib boradi. Avvallari pensiya tizimimizda ba'zi muammolar yo'q emasdi. Nafaqaxo'rlarimiz tez-tez moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishardi. Masalan, mahsulotlar narxi oshsa ham pensiya miqdori uzoq vaqt o'zgarmasdan qolardi. Bu, albatta, ularning turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Eng oddiy misol, bozordagi go'sht narxi oyma-oy ko'tarilib borayotgan bir paytda o'rtacha pensiya miqdori bir necha yildan beri sezilarli o'zgarishsiz qolardi. Bu esa pensionerlar uchun har oy moliyaviy muammo tug'dirardi. Ko'pchilikning oylik xarajatlari, kommunal to'lovlar, dori-darmonlar va oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlari pensiyadan ancha yuqori bo'lib qolardi. Ko'pincha nafaqaxo'rlar farzandlarining yoki yaqinlarining yordamiga muhtoj bo'lishardi. Bu esa ularning qadr-qimmatiga salbiy ta'sir qilardi. Pensiya miqdorlarini faqatgina markazlashtirilgan qarorlar asosida, ya'ni alohida prezident farmoni yoki hukumat qarori bilan oshirish amaliyoti mavjud edi. Bu esa ko'pincha jarayonni cho'zib yuborardi. Misol uchun, so'nggi 2 yil ichida pensiyalar oshirilishi 2 marta amalga oshirilgan bo'lsa, bu davrda inflyatsiya darajasi esa undan ko'proq o'sgan edi. Bu degani, har bir pensionerning xarid qobiliyati tobora pasayib borayotgan edi. Qolaversa, pensiya miqdorining qanday hisoblanishi va qachon qayta ko'rib chiqilishi bo'yicha aniq oldindan belgilangan mexanizm yo'q edi. Bu shaffoflikning yetishmasligiga olib kelardi va nafaqaxo'rlarda tizimga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lishiga sabab bo'lardi. Ko'pchilik pensiya qachon oshiriladi degan savol bilan har oy yashardi va bu moliyaviy noaniqlik ularga qattiq ta'sir qilardi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz yaqinda prezident farmoni bilan tasdiqlangan nafaqaxo'rlar ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bu hujjat, sodda qilib aytganda, nafaqaxo'rlarning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan keng qamrovli dasturdir. Bu shunchaki bir martalik pensiya oshirish emas, balki pensiya tizimini uzoq muddatli barqarorlashtirish va uni real iqtisodiy vaziyatga moslashtirishga qaratilgan juda muhim qadam. Hujjatning asosiy mohiyati shundaki, endilikda pensiyalar miqdori avtomatik tarzda, ya'ni inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan holda oshirib borilishi kafolatlanadi. Ya'ni mahsulotlar narxi ko'tarilsa, sizning pensiyangiz ham bunga mos ravishda oshiriladi. Bu mexanizm orqali davlat har bir nafaqaxo'rning minimal xarid qobiliyatini doimiy saqlash majburiyatini oladi. Bundan tashqari ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha imtiyozlar va to'lovlar joriy etilmoqda. Bu esa ularning ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytiradi. Keling, bu yangilikning har bir jihatini batafsil ko'rib chiqaylik. Avvalo, nimani bilishingiz kerak? Asosiy o'zgarish bu pensiyalarni indeksatsiyalash mexanizmining joriy etilishi. Ilgari pensiyalarni oshirish bo'yicha qarorlar ko'pincha yuqoridan kelardi va bu jarayon muntazam bo'lmasdi. Ba'zan yilda bir marta, ba'zan undan ham kam. Endi esa har 6 oyda bir marta iste'mol narxlari indeksining o'zgarishi hisobga olingan holda pensiyalar miqdori avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqiladi. Bu degani, agar shu 6 oy ichida mamlakatda narxlar masalan 5 funtga oshgan bo'lsa, sizning pensiyangiz ham avtomatik tarzda kamida 5 funtga ko'tariladi. Bu har qanday inflyatsiya sharoitida ham nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini saqlab qolishga yordam beradi. Indeksiyaning aniq miqdori Davlat statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilinadigan iste'mol narxlari indeksi ma'lumotlari asosida belgilanadi. Bu ma'lumotlar rasmiy va shaffof bo'lib, har bir fuqaro uchun ochiq hisoblanadi. Pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotlarga tayanib, pensiyalarni avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqadi va keyingi oyning 1-kunidan boshlab yangi miqdordagi pensiyalar to'lanishini ta'minlaydi. Ya'ni hech qanday qo'shimcha ariza yozish yoki pensiya jamg'armasiga borish shart emas. Kimlar xavotirlanishi kerak? Aslida bu yerda xavotirlanish emas, balki diqqatli bo'lish so'zi ko'proq mos keladi. Yangi qoida asosan
barcha turdagi pensiyalarga, ya'ni yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalariga tegishli. Biroq agar siz nafaqa oladigan bo'lsangiz, masalan, yoshi ulug'ligi sababli beriladigan nafaqa, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxsga g'amxo'rlik qilish uchun beriladigan nafaqa yoki minimal ijtimoiy nafaqalar. Bu indeksatsiyaning dastlabki bosqichida bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Ushbu nafaqalar uchun odatda minimal iste'mol xarajatlari yoki tayanch hisoblash miqdori asosida oshirish ko'zda tutilgan bo'lib, ularning oshirish muddatlari va mexanizmlari biroz farq qilishi mumkin. Bu ular pensiya emas, balki nafaqa toifasiga kirganligi sababli shunday. Shuningdek, agar sizning pensiyangizga qo'shimcha to'lovlar, masalan, maxsus xizmatlari uchun ustamalar mavjud bo'lsa, bu ustamalarning indeksatsiyasi umumiy pensiya indeksatsiyasidan biroz farqli ravishda amalga oshirilishi mumkin. Ba'zi ustamalar belgilangan miqdorda, ba'zilari esa minimal ish haqi yoki tayanch hisoblash miqdoriga bog'langan bo'lishi mumkin. Pensiya to'lov varaqchangizni diqqat bilan o'rganib chiqishingiz va qaysi to'lovlar aynan qanday oshirishini bilib olishingiz muhim. Shuningdek, ba'zi hollarda agar sizning pensiya hisob kitoblaringizda ilgari xatoliklar bo'lgan bo'lsa, bu indeksatsiya jarayoni ushbu xatoliklarni yuzaga chiqarishi mumkin. Bunday hollarda albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur bo'ladi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Deyarli barcha nafaqaxo'rlar, agar siz yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, demak bu yangilik sizga bevosita tegishli va siz bundan faqatgina foyda ko'rasiz. Sizning pensiyangiz avtomatik tarzda oshiriladi va buning uchun hech qanday qo'shimcha harakat qilish shart emas. Siz shunchaki keyingi oyda kartangizga yoki pochtaga keladigan summani tekshirib olishingiz kifoya. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu o'zgarishlar qanday ishlashini yaxshiroq tushunishingiz uchun. Bir misol. Ahmad aka 15 yoshda Toshkent shahrida yashaydi va yoshga doir pensiya oladi. Uning oylik pensiyasi hozirda 1 million 500 ming so'm. U har oyda kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va dori-darmonlarga taxminan 1 million 300 ming so'm sarflaydi. Yangi qarorga ko'ra, agar keyingi 6 oyda narxlar indeksi sajaturiga oshsa, Ahmad akaning pensiyasi avtomatik ravishda 1 million 500 ming so'm plus 1 million 500 ming so'm, 1 million 500 ming so'm, 1 million 500 ming so'm, 1 million 620 ming so'mga ko'tariladi. Bu degani Ahmad akaning xarid qobiliyati saqlanib qoladi va u avvalgidek mahsulotlarni sotib olishi mumkin bo'ladi. Ilgari bunday avtomatik mexanizm bo'lmagani uchun narxlar oshsa ham Ahmad aka qo'shimcha pul olish uchun hukumatning yangi qarorini kutishga majbur bo'lardi. Bu esa ba'zan uzoq vaqtni olardi va moliyaviy qiyinchiliklarga sabab bo'lardi. U ko'pincha pensiya tugashiga 10-15 kun qolganda puli tugab qolganini shikoyat qilardi. Endi esa bu jarayon oldindan aniq va muntazam. Uning ortiqcha 20 ming so'mi kutilmagan xarajatlar yoki kichikroq ehtiyojlar uchun ishlatilishi mumkin. 2 misol. Dilnoza opaning oylik nogironlik pensiyasi 90 ming so'm. Uning holatida ham xuddi shunday. Dilnoza opa qishloq joyda yashaydi va har oyda o'zining doimiy dori-darmonlariga kamida 300 ming so'm sarflaydi. Agar o'sha davr mobaynida narxlar ta'kid purguniga oshsa, Dilnoza opaning pensiyasi 900 ming so'm, 900 ming so'm, yo'l tachi 900 ming so'm, 72 ming so'm, 970 ming so'mga oshadi. Bu uning dori-darmonlarga ketadigan xarajatlari oshgan taqdirda ham moliyaviy bosimni sezilarli darajada kamaytiradi. Ilgari dori narxlari keskin ko'tarilganda u ko'pincha qanday qilib o'z ehtiyojlarini qoplashni bilmasdi. Hatto ba'zida qarz olishiga to'g'ri kelardi. Endilikda uning pensiyasi dori narxlariga mos ravishda ko'tarilganini his qiladi. Bu unga moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi va uning hayot sifatini yaxshilaydi. 3 misol. Bir oila boshlig'ini yo'qotgan. Uning 2 voyaga yetmagan farzandlari nomidan olinadigan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi jami 1 million 200 ming so'm. Bu pensiya ham umumiy indeksatsiya qoidalariga bo'ysunadi. Bu oila uchun maktabga boradigan bolalarning o'g'il-qurollari, kiyim-kechaqlari va oziq-ovqatlari narxlarining doimiy o'zgarishi jiddiy muammo edi. Agar narxlar sakilbanga o'sgan bo'lsa, bu oila 1 million 200 ming so'm, 1 million 200 ming so'm, do'l-go'lin haket 1 million 200 ming so'm, 96 ming so'm, 1 million 296 ming so'm oladi. Bu bolalarning oziq-ovqati, kiyimi va o'g'il-qurollari narxi
oshganida ularning oilasining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ilgari bunday oilalar narxlar ko'tarilganda eng zaif qatlamlardan biri bo'lib, moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirishardi. Chunki pensiya miqdori uzoq vaqt o'zgarmasdan qolardi. Endi esa ularning ijtimoiy himoyasi sezilarli darajada yaxshilanadi va ular bolalarning ehtiyojlarini qoplashda yanada ishonchliroq bo'ladilar. Ko'p misol. Minora opa 78 yoshda minimal pensiya oladi. Bu esa hozirda 80 ming so'm atrofida. Uning asosiy xarajatlari kommunal to'lovlar, suv, gaz, elektr, uy, joy va minimal oziq-ovqat mahsulotlari edi. Ba'zan hatto eng oddiy sabzavotlar yoki non narxi ko'tarilishi ham uning uchun jiddiy muammo tug'dirardi. Agar umumiy indeksatsiya 8% tashkil etsa, uning pensiyasi 800 ming so'm, 800 ming so'm, 300 ming so'm, 804 ming so'm, 814 ming so'mga ko'tariladi. Minora opa shu paytgacha deyarli har oy oziq-ovqat va kommunal to'lovlarni qoplashda qiynalardi. Chunki uning pensiyasi minimal darajada edi. Endilikda har 6 oyda narxlar oshishi bilan pensiyaning ham avtomatik ko'tarilishi unga biroz nafas olish imkoniyatini beradi. Bu hatto minimal pensiya oluvchilar uchun ham hayotni sezilarli darajada osonlashtiradi. Chunki ular endi narxlar inflyatsiyasidan himoyalangan bo'lishadi va har oy moliyaviy stressni kamroq his qilishadi. 5 misol, Otabek aka 70 yoshda pensiyaga chiqqaniga yil bo'ldi. Uning pensiyasi 1 million 100 ming so'm edi. U ilgari o'ziga xos kasbga ega bo'lgan uchun pensiyasi o'rtachadan bir oz yuqori bo'lgan. Otabek aka shu paytgacha avtomobil ehtiyot qismlari narxi yoki maishiy texnika narxlarining o'sishi uning kichik jamg'armalarini tezda yo'q qilganini kuzatardi. Yangi indeksatsiya davrida agar narxlar 7% ga oshsa, uning pensiyasi 20 million 7 ming so'm, 20 million 7 ming so'm, Amerikan yo'li yetan 20 million 7 ming so'm, 20 ming so'm, 20 million 5 ming so'mga ko'tariladi. Bu uning kutilmagan xarajatlarni qoplashiga yoki o'zi istagan bir kichik buyumni sotib olishiga yordam beradi. Uning xarid qobiliyati saqlanib qolgani sababli u o'zini yanada erkinroq his qiladi va iqtisodiy o'zgarishlardan kamroq xavotirlanadi. Bu yangi mexanizmning eng katta afzalligi shundaki, pensiya tizimi shaffof va adolatli bo'ladi. Har bir nafaqaxo'r o'z pensiyasining qachon va qancha miqdorga oshirilishini oldindan bilib turadi. Bu o'z navbatida ularning kelajakdagi xarajatlarni rejalashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, ushbu tizim hukumatning ijtimoiy siyosatdagi mas'uliyatini oshiradi. Chunki u nafaqaxo'rlarning turmush darajasini doimiy ravishda kuzatib borish va uni barqaror ushlab turish majburiyatini oladi. Bu nafaqaxo'rlarga o'zlarining ijtimoiy himoyasi hukumatning doimiy e'tiborida ekanligiga ishonch bag'ishlaydi. Bu shunchaki pul berish emas, balki odamlarning kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamlashdir. Ularning ijtimoiy adolatga bo'lgan umidlarini oqlashdir. Bu islohot uzoq muddatli istiqbolda mamlakat iqtisodiyotining barqarorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki aholining xarid qobiliyatini saqlab qolish ichki iste'molni rag'batlantiradi va iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangi pensiya indeksatsiyasi mexanizmida ham ba'zi muhim nuanslar va e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar mavjud. Ular haqida bilishingiz sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va tizimning qanday ishlashini to'liq tushunishingizga yordam beradi. Birinchidan, inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan holda degan iboraning chuqur ma'nosini tushunish kerak. Bu degani, agar iste'mol narxlari indeksi ma'lum bir davrda, masalan 5% ga oshsa, pensiya kamida 5% ga oshirilishi shart. Ammo bu miqdor undan ko'proq bo'lishi ham mumkin. Hukumat iqtisodiy imkoniyatlardan kelib chiqib, inidan yuqoriroq foizda pensiyalarni oshirishga qaror qilishi mumkin. Masalan, agar inflyatsiya 5% bo'lsa, lekin mamlakat iqtisodiyoti juda yaxshi rivojlanayotgan bo'lsa, davlat byudjetida katta ortiqcha mablag'lar mavjud bo'lsa, pensiyalar 7% ga yoki hatto 1% ga oshirilishi mumkin. Bunday holatlar odatda prezidentning aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida qarorlari bilan belgilanadi. Bu albatta nafaqaxo'rlar uchun yanada qulayroq holat, chunki bu ularning xarid qobiliyatini inflyatsiya darajasidan ham ko'proq oshirish imkonini beradi. Lekin inidan kam bo'lmasligi kafolatlangani, ular moliyaviy jihatdan doimiy himoyalanganini anglatadi. Bu esa eng asosiy kafolatdir. Shuningdek, ini salbiy bo'lgan holatda deflyatsiya, ya'ni narxlar pasayganda pensiyalar kamaytirilmasligi ham qonun hujjatlarida aks etgan
bu nafaqaxo'rlarning manfaatlarini har qanday iqtisodiy vaziyatda himoya qiladi. Ikkinchidan, ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha imtiyozlar haqida batafsil. Qarorda, masalan, yolg'iz yashovchi va nogironligi bo'lgan keksa yoshdagi shaxslar uchun, shuningdek, ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun qo'shimcha bir martalik yoki muntazam to'lovlar joriy etilishi ko'zda tutilgan. Bunday to'lovlar umumiy indeksatsiyadan tashqari amalga oshiriladi va ularning miqdori hukumatning alohida qarorlari bilan belgilanadi. Misol uchun, har yili 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga beriladigan bir martalik moddiy yordam miqdori sezilarli darajada oshirilishi rejalashtirilgan. O'tgan yili bu miqdor 2 million so'm atrofida edi. Endilikda u 2 million so'mga yetkazilishi mumkin. Bu ham umumiy pensiya indeksatsiyasidan alohida bo'ladi. Shuningdek, ma'lum bir kasb egalari, masalan, ko'p yillar davomida tibbiyot, pedagogika yoki og'ir sanoatda ishlagan shaxslar uchun ham ularning xizmatlarini e'tirof etish maqsadida alohida rag'batlantiruvchi ustamalar joriy etilishi mumkin. Bu imtiyozlar faqatgina o'sha toifaga kiruvchi nafaqaxo'rlar uchun amal qiladi va ularning umumiy pensiyalariga qo'shimcha tarzda to'lanadi. Shuning uchun, agar siz shu toifalardan biriga kiruvchi nafaqaxo'r bo'lsangiz, alohida e'tiborli bo'ling va tegishli e'lonlarni kuzatib boring. Uchinchidan, yangi pensiya oluvchilar masalasi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, ya'ni shu 6 oylik davr ichida pensiya rasmiylashtirgan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz ham navbatdagi indeksatsiya davrida umumiy qoidalar bo'yicha oshiriladi. Masalan, agar siz mart oyida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va sentabr oyida umumiy indeksatsiya amalga oshirilsa, sizning mart oyida belgilangan pensiyangiz ham shu indeksatsiyaga tushadi va oshiriladi. Bu hech qanday farq qilmaydi. Pensiya huquqi vujudga kelgan kundan boshlab siz ham ushbu imtiyozlardan foydalana boshlaysiz. Muhimi, sizning pensiyangiz dastlabki hisob-kitobi barcha amaldagi qonun hujjatlari va tartiblariga muvofiq to'g'ri amalga oshirilganligiga ishonch hosil qiling. Agar shubhalaringiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi mutaxassislariga murojaat qilishdan tortinmang. 4-dan, ilgari ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun pensiya to'lovlarida ba'zi cheklovlar yoki o'ziga xos qoidalar mavjud edi. Masalan, ba'zi hollarda pensiyaning bir qismi to'lanmasligi yoki to'lovning cheklanishi mumkin edi. Yangi qonunchilikda esa ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun indeksatsiya to'liq hajmda amalga oshirilishi kafolatlangan. Ya'ni, siz ishlayapsizmi yoki yo'qmi, pensiyangiz umumiy tartibda oshiriladi va sizning ish haqingiz bu oshirishga ta'sir qilmaydi. Bu juda muhim o'zgarish, chunki ko'plab nafaqaxo'rlar o'z daromadlarini oshirish maqsadida ishlashni davom ettiradilar. Ba'zilari esa o'z bilim va tajribalarini yoshlarga o'rgatish orqali jamiyatga foyda keltirishni istaydilar. Ularning pensiyalari ham inflyatsiyadan himoyalangan bo'lishi adolatli hisoblanadi va ularning mehnatiga bo'lgan rag'batni oshiradi. 5-dan, pensiya fondidan ma'lumot olishning shaffofligi. Hukumat endilikda har bir pensiya indeksatsiyasi haqida ochiq va aniq ma'lumot berishga majbur. Ya'ni, siz pensiya jamg'armasining veb-saytidan PFMFUZ shaxsiy kabinetingiz orqali yoki mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlaridan o'zingizning pensiya oshishingiz haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Shaxsiy kabinetga kirish uchun maxsus identifikatsiya raqami va parol talab qilinadi. Uni pensiya jamg'armasi bo'limlaridan olishingiz mumkin. Bu shaffoflik nafaqaxo'rlarga o'z huquqlarini himoya qilishda yordam beradi va tizimga bo'lgan ishonchni oshiradi. Shuningdek, SMS xabarnoma tizimini joriy etish rejalashtirilgan. Bu orqali har bir nafaqaxo'r pensiyasining miqdori o'zgargani haqida xabar oladi. Bu xabarnomalar qaysi sanadan boshlab qancha miqdorda pensiya oshirilganligi haqida aniq ma'lumotni o'z ichiga oladi. 6-dan, pensiyaga qo'shimcha to'lovlar va ustamalar. Ba'zi nafaqaxo'rlar, masalan, faxriy unvonlarga ega bo'lganlar, masalan, xalq o'qituvchisi, xalq artisti, davlat mukofotlari sohiblari, masalan, mustaqillik ordeni yoki alohida xizmatlar uchun ustama oladiganlar mavjud. Bu ustamalar alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Yangi qarorga ko'ra, bu turdagi qo'shimcha to'lovlar ham umumiy pensiya indeksatsiyasi bilan birga qayta ko'rib chiqiladi. Lekin ba'zi hollarda ularning oshirish mexanizmi umumiy pensiya miqdoridan farq qilishi mumkin. Misol uchun, O'zbekiston qahramoni unvonini olgan shaxsning pensiyasiga beriladigan har yili minimal ish haqi miqdoriga
bog'liq holda oshirib borilishi mumkin. Umumiy inflyatsiya indeksatsiyasidan tashqari. Ya'ni bu ustamalar ikki tomonlama himoyalangan bo'lishi mumkin. Ham inflyatsiyadan, ham minimal ish haqining o'zgarishidan. Shuning uchun agar sizda shunday ustamalar mavjud bo'lsa, pensiya jamg'armasidan aniqlik kiritishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ularning qanday indeksatsiyalanishini shaxsan o'rganib chiqishingiz lozim. 7-dan pensiya to'lovlaridagi kechikishlar va xatolar. Yangi tizim indeksatsiya jarayonini avtomatlashtirsa-da, ba'zida texnik sabablarga ko'ra kichik kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, bank tizimsizliklar, pensiya jamg'armasining ichki ma'lumotlar bazasida yangilanishlar sababli to'lovlar bir necha kunga kechikishi mumkin. Agar siz pensiyangizni belgilangan sanada to'liq miqdorda olmagan bo'lsangiz, vahima qilmasdan avvalo pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishingiz kerak. Odatda bunday muammolar tezda bartaraf etiladi va yetishmagan summa keyingi kunlarda to'lab beriladi. Ammo qonun bo'yicha pensiya to'lovlari o'z vaqtida va to'liq hajmda amalga oshirilishi shart. Agar uzoq muddatli kechikishlar, masalan bir haftadan ortiq yoki noto'g'ri hisob-kitoblar aniqlansa, siz shikoyat qilish huquqiga egasiz. Bunday holatlarda siz avvalo pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yozma murojaat qiling. Agar bu murojaat natija bermasa, yuqori turuvchi organlarga, masalan, Moliya vazirligiga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishning oxirgi chorasi hisoblanadi. Bu nuanslarni bilish sizga pensiya tizimidagi o'zgarishlardan to'liq foydalanishga yordam beradi va sizning huquqlaringiz har qanday vaziyatda himoyalanganligini ta'minlaydi. Har doim o'zingizning ma'lumotlaringizni tekshirib borish va savollar tug'ilganda mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmaslik muhimdir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Aksariyat hollarda sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmaydi. Yangi tizim pensiyalarni avtomatik ravishda indeksatsiyalaydi va oshiradi. Bu degani sizga pensiya to'lovi keladigan bank kartangizga yoki pochta orqali keladigan summaga e'tibor qaratishingiz kifoya. Ammo quyidagi amaliy maslahatlar sizga vaziyatni to'liq nazorat qilishga yordam beradi va ehtimoliy muammolardan himoya qiladi. 1. Pensiya to'lov varaqchangizni tekshirib boring va hisob-kitoblarni bilishga intiling. Har oyda yoki pensiya oshirilgan deb e'lon qilingan davrdan keyin bank kartangizga tushgan pul miqdorini va pensiya to'lov varaqchangizni diqqat bilan solishtiring. Agar siz pensiyangizni pochta orqali olsangiz, undagi kvitantsiyani diqqat bilan o'rganing. Hatto eng kichik nomuvofiqlikni ham e'tiborsiz qoldirmang. Sizning pensiyangiz miqdori aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Misol uchun, agar siz oldin 1.500.000 so'm olgan bo'lsangiz va narxlar indeksi 8 so'mda oshirilgan bo'lsa, siz endi 1.620.000 so'm olishingiz kerak. Agar miqdor bundan kam bo'lsa yoki umuman o'zgarmagan bo'lsa, demak qayerdadir xatolik bor. Ayniqsa, birinchi indeksatsiya amalga oshirilganda barcha banklar va pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini moslashtirish jarayonida ba'zi kichik texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. 2. Pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'ling. Agaringizni berishdan tortinmang. Savollaringizni berishdan tortinmang. Pensiya miqdori bo'yicha shubhalar paydo bo'lsa yoki biron bir tushunmovchilik yuzaga kelsa, darhol mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ularning maslahatchilari sizga barcha savollaringizga javob berishi shart. Qayerga borish kerak? Yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Ularning barcha tuman va shaharlarda o'z filiallari mavjud. Ularning manzillarini va ish vaqtini pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytidan PMF.uz yoki davlat xizmatlari markazlarining topishingiz mumkin. Ba'zi joylarda yagona darcha markazlari orqali ham pensiya masalalari bo'yicha maslahat olishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Murojaat qilayotganingizda o'zingizning shaxsiy pasportingizni, pensiya guvohnomangizni va pensiya to'lov varaqchalaringizni agar mavjud bo'lsa, ayniqsa oxirgi 36 oydagi kvitansiyalarni o'zingiz bilan olib boring. Bu hujjatlar sizning shaxsingizni tasdiqlash va pensiya ma'lumotlaringizni tekshirish uchun zarur bo'ladi. Agar sizda bank kartasi bo'lsa, oxirgi bank ko'chirmangizni ham olsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Nima deyish kerak, yo'llash kerak, o'z savolingizni yoki muammoingizni aniq va tushunarli qilib bayon qiling. Men pensiya oshirilganligi e'lon qilingan oy-oyida pensiyamning miqdori yangi qarorga asosan to'g'ri oshirilganligini tekshirmoqchiman.
Men o'tgan oyda miqdor so'm pensiya olganman. Indeksatsiya e'lon qilingan. Foiz-foizga narxlar indeksi oshgani e'lon qilindi. Lekin joriy oyda menga miqdor so'm to'langan. Nima uchun to'liq miqdor oshirilmaganligini yoki men kutgandek o'zgarmaganligini bilmoqchiman. Agar siz yozma murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, 2 nusxada ariza yozing. Bir nusxasiga qabul qiluvchining ism sharifi, lavozimi, imzosini, sanani va qabul raqamini qo'ydirib oling. Bu kelajakda ehtimoliy tushunmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi va sizda murojaatingiz haqida rasmiy tasdiq qoladi. O't. Pensiya jamg'armasining veb-sayti va mobil ilovalaridan faol foydalaning. Zamonaviy texnologiyalar sizning yordamingizda. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida PFIMFUZ shaxsiy kabinet xizmati mavjud. Bu yerda siz o'zingizning pensiya hisoblash tarixingizni, pensiya miqdoridagi o'zgarishlarni va boshqa muhim ma'lumotlarni onlayn tarzda uydan chiqmagan holda ko'rishingiz mumkin. Shaxsiy kabinetga kirish uchun My ID tizimi orqali ro'yxatdan o'tishingiz yoki pensiya jamg'armasi bo'limlaridan login va parol olishingiz mumkin. Ba'zi banklar ham o'z mobil ilovalarida, masalan, Uzunbank, Anorbank pensiya to'lovlari bo'yicha batafsil ma'lumotlarni, jumladan har oy qancha pul kelgani va qaysi sanada kelgani haqidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu imkoniyatlardan foydalanish sizga nafaqat kerakli ma'lumotlarni olish, balki vaqtingizni tejashga ham yordam beradi. 4. Yangiliklarni muntazam kuzatib boring va xabardor bo'ling. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar dinamik jarayon bo'lishi mumkin. Hukumat iqtisodiy vaziyatga qarab yangi qo'shimcha chora tadbirlarni joriy etishi mumkin. Shuning uchun hukumatning rasmiy yangiliklarni Prezident administratsiyasi veb sayti, Moliya vazirligi e'lonlari, pensiya jamg'armasining e'lonlarini va ishonchli ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarni muntazam kuzatib boring. Bizning kanalimiz ham sizni eng so'nggi va muhim yangiliklardan doimiy xabardor qilib boradi, tushuntirishlar beradi. Bu sizga har doim xabardor bo'lishga va o'z huquqlaringizdan to'liq foydalanishga imkon beradi. Shuningdek, turli mish-mishlardan himoya qiladi. 5. Huquqiy maslahat oling. Agar pensiya jamg'armasi murojaatingizni hal etmasa, agar pensiya jamg'armasi bilan o'zaro tushunmovchiliklar yuzaga kelsa va siz o'z huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuridik maslahatchiga yoki advokatga murojaat qilishdan tortinmang. O'zbekistonda Adliya vazirligi huzuridagi yuridik xizmat markazlari va Madad, NNT kabi ko'plab tashkilotlar bepul yuridik yordam ham ko'rsatadi. Ular sizga shikoyat arizasini to'g'ri shakllantirishda va tegishli instansiyalarga murojaat qilishda yordam beradi. Bu sizning huquqlaringizni qonun doirasida himoya qilishga yordam beradi va sizning haqqingiz to'liq tiklanishini ta'minlaydi. E'tibor bering, bu yangilik shunchaki bir martalik aksiya emas, balki nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan uzoq muddatli va tizimli islohotning bir qismi. Bu pensiya tizimini zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish va har bir nafaqaxo'rning qadr-qimmatini oshiradi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, hukumatimiz tomonidan imzolangan bu qaror nafaqaxo'rlarimiz uchun katta va muhim yaxshi yangilikdir. Pensiyalarni avtomatik indeksatsiyalash mexanizmining joriy etilishi sizning moliyaviy barqarorligingizni ta'minlaydi va inflyatsiya ta'siridan himoya qiladi. Endi sizning pensiyangiz narxlar o'zgarishiga mos ravishda doimiy oshirib boriladi. Bu shunchaki raqamlarning o'zgarishi emas, balki bu sizning hayotingizdagi ishonch, osoyishtalik va qadr-qimmatning oshishidir. Bu yangilik shunchaki qog'ozda qolib ketmasdan, har bir nafaqaxo'rning kundalik hayotida o'z aksini topishi shubhasiz. Siz bu yangilik haqida nima deb o'ylaysiz? Bu o'zgarish sizning oilangizga qanday ta'sir qiladi? Fikr va mulohazalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Ularni o'qish biz uchun juda muhim, chunki sizning fikringiz orqali biz jamiyatning real holatini bilib olamiz va kelajakdagi videolarimizni shunga mos ravishda tayyorlaymiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz faqatgina eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazib berishga intilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.